Assalamu alaykum kasbdoshlar, hammanglarning Qurbaniyati muborak bo'lsin. Oldi bilan shikoyatning yoki o'zimizning jiddiy o'rganish sababli video chiqarmaganligimiz uchun hammanglardan uzr so'rayman. Unda bo'lsa, bugungi darsimizni boshlab ketaylik. Bugun ko'rdiğimiz kasbdoshlar alt ekstremite so'ngaklari. Mana alt ekstremite so'ngaklarining ichidagi das so'ngki, buni biz o'z koksa deb ataymiz, ingliz hip bone. Hamda ma rasmga qarasak, mana bu das so'ngi, ya'ni o'z koksa bilan birlashib ketgan. Biz burunqi darsimiz ko'rgan sakrum bilan miyada koksix so'ngi bor. Ya'ni 9 ko'z so'ngimiz bilan quyruq so'ngimiz bor. Mana shu ikkidan das so'ngi, sakrum va koksixlarning birlashib ketgan. Mana bu shaklni biz birlashtirib pelvis deb ataymiz. Pelvis. O'z koksa, ya'ni das so'ngimizdan qanchasi borki 2 tane. Undan xo'sh biz birlikda bugungi muhim nuqtamiz bo'lgan das so'ngi bilan birlikda tanishib chiqaylik. O'z koksa, mana bu so'ngak shu, das so'ngi. O'z koksa to'ralma vaqtida o'z ilium, o'z ischium, o'z pubis degan mana shu 3 ayrim so'ngakdan tuziladi. Keyin bu 3 ayrim so'ngak 14 yosh va 16 yosh orasida bir-birisi bilan qaynashib ketib, mana bu holatga keladi. Endi shu o'z ilium, o'z ischium va o'z pubisninki birlashgan yerini, birlashib ketgan nuqtasini acetabulum deb ataymiz. Mana bu rasmlarda texim aniq ko'rsatuvlik ilium, pubis ve ischium ve bu üçüsününki birleşken yeri acetabulum. Mana şu yerning hammasi qizil rangdagisi ilium. O'tdag'an yerimizda yerga tegib o'tiradigan so'ngak ischium shu. Undan keyin sariq rangdagi oldiga to'g'ri kelgan taraf pubis. Undan keyin qarasak mayada bir to'shuk bor. Bu to'shukning ismi foramen obturatum. Endi biz bu so'ngak bilan bir-birlab tanishib chiqamiz. Birinchi bo'lib ko'rganimiz ilium. Mana shu yeşil rangda bo'yalgan so'ngak shu. Ilium corpus ozi illi bilan alla ozi illi deb ikki tuzilishdan tuzildi. Corpus ozi illi degan ne desek mana shu. Birlashgan yerga yondashib kelgan yani corpus ozi illi deb ataymiz. Undan keyin qolgan butun yerni mana qanotdek shunday kan ichilib turgan yerlarni alla ozi illi deb ataymiz. Alla ozi illi, ya'ni iliumning qanotidagi tuzilishlarni ko'rib chiqaylik birlikda. Mana birinchi bo'lib qarasanglar, yeşil rangda bo'yalgan yerni biz fossa iliaca deb ataymiz. Miyada rasm texim aniq ko'rsatilgan sakrum so'ngi bilan bo'g'im hosil qiladigan bir yuzi bor. Bu yuzning ismi facies auricularis. Mana ustida yeşil rangda mudur cho'qur turgan bu yerini biz tuberositas iliaca deb ataymiz. Shu tuberositas iliaca bilan facies auricularisni birlashtirib biz facies sacropelvica deb ataymiz. Bunda deyishimizga sabab ismdan chiqib turadi. Mana sakral so'ngakka qarab turganlik uchun bu yerni biz facies sacropelvica deb ataymiz. Bu rasmlarda ko'rgan hammasi mana ichi yuzi, ichidan ko'rinishi, fossa iliaca degan bir o'yman, facies auricularis degan quloqsimon yuz, o'zim quloqqa o'xshaydi, shu auricularis deb atalgan. Mudur cho'quriya tuberositas iliaca bu ikkisini birlashtirib nima deb atayotganmiz? Facies sacropelvica deb atayotganmiz. Mana yeşil rangda ko'rgan siziq linea arcuata deb ataldi. Linea arcuata asli ilium so'ngininki boshqa so'ngaklardan ayirib turadigan chegara siziqi. Ammo ustidagi rasmlar das so'ngimizning ichidan ko'rinishi, bu bo'z teshidan ko'rinishi. Ammo birinchi rasm qarasanglar, yapılaq tuğan yer bizden oturduğun sönkümüz, yani ischium. Uçluq tuğan yer bolsa ilium. Ilium qaysı tarafdadır? Aldıdır. Ischium nədir? Keyni tarafdadır. Bundan keyin ko'rgan vaqtimizda yapılaq tuğan yerni aq tarafga, uçluq tuğan yerni aldı tarafga deb turib, aldı və keyni yo'linishini farq etsak bo'ldi. Endi ilium sönkida 4 tane uçluq biz bor. Bularning ismi butunlay bularning yerlashgan o'rniga asosan qo'yilgan. Unas miyaga qarasanglar, mana aldığı joylashgan bo'lganlik uchun anterior, ustida bo'lganlik uchun superior, ostida bo'lganlik uchun inferior. Unda xo'sh bularning ismini biz bir boshdan qo'yib baqsaq, yozganimizdek, ma rasmning ustidagi bilan ma rasmning ustidagisi spina iliaca anterior superior. Ostidagisi bo'lsa spina iliaca anterior inferior. Bu ichidan ko'rinishi, bu bo'lsa teshidan ko'rinishi. Endi bu rasmda o'xshash. Keynida bo'lganlik uchun posterior, ustida bo'lganlik uchun superior, ostida bo'lganlik uchun inferior deb atalgan. Ama üstteki yeşil rangdagisi spina iliaca posterior superior, astidagisi bo'lsa spina iliaca posterior inferior. Bu ichidan ko'rinishi, bu rasm teshidan ko'rinishi. Ilium so'ngining yeşil rangda ko'rsatilgan qirini biz crestia iliaca deb ataymiz. Shu crestia iliacaning ichida 3 tane siziq bor.
Teshig'i joylashgan siziqni labium externum deb ataymiz. O'rtadagi siziqni linea intermedia deb ataymiz. Eng ichiga joylashgan siziqni bo'lsa labium internum deb ataymiz. Buni faqat ismlarini bilib qo'ysak yetarli bo'ladi. Undan boshqa mana shu kristal iliaka joylashgan yerda bir tane tugunchak bor. Ama yeşil rəngli boyalğan yer şu. Bunun ismi tuberculum iliacum. Ondan keyin keyin tarafda yana 3 tane sızıq var. Bunların hamısı muskullar joylashadi. Muskulni so'zlagan vaqtimizda yana tafsiliy to'xtadimiz. Eng astdagi siziqning ismi linea glutea inferior. Eng keyin tarafga joylashgan siziqning ismi linea glutea posterior. O'ttirg'i joylashgan deganim old tarafga tutishib ketganligi uchun oldi hisoblanadi. Chunki miya keynidi. Keyniga nisbatan bu yer oldi. Şu bunun ismi linea glutea anterior. Hem de ischium sönkü, yani o'ltirg'ich sönkümüzge qaraylik. O'ltirg'ich sönkümüz corpus ozi iski bilan ramus ozi iski deb ikki cho'ng tuzilishdan tuzildi. Corpus ozi iski deganimiz mana shu birlashgan yerga yaqin bo'lgan yeri shu. Qolgan yerlar bo'lsa ramus ozi iski. Mana tishdan ko'rinishi, ichidan ko'rinishi qarasak mana ramus ozi iski degan yer mushay. Ya'ni o'ltirg'ich sönkümüzdeki şexi. Endi miyada bir tugun bor. Tam biz o'ltirdigan yerimiz mushay shu. Bunun ismi tuber ischioidicum. Endi men rasm qarasanglar, men yeşil rangda ko'rilgan oyuqlar bor. Men cho'ng oyuqning ismi insula ischioidica major, kichikning ismi bo'lsa insula ischioidica minor. Rasmda texim yaxshi ko'rildi. Mana mayadagi cho'ng oyuqning ismi insula ischioidica major. Ma kichik oyuqning ismi bo'lsa insula ischioidica minor. Andan keyin shu ikki oyuqning o'rtasidagi ushliq chiqib turgan mana bu bizning ismi spina ischioidica. Xo'sh, unda endi keldik pubisga, ya'ni dolsun sönkü deb ataymiz biz buni. Mana shu oldi tarafimizga joylashgan bo'ladi. Pubis sönkü corpus ozi pubis, ya'ni shu boshlang'ich nuqtasi shu. Misha bilan ramus superior ozi pubis, yani üstüdeki şexi, ramus inferior osi pubis, astidagi şexi deb mana shu cho'ng jihatdan 3 tuzilishdan tuziladi. Ondan boshqa ilium sönkü bilan pubis sönküni tutashtirib turadigan miyadagi o'rinning ismini biz eminensia ilia pubica deb ataymiz. Buni faqat bilib qo'ysak ham bo'ladi. Endi qaraydigan bo'lsak, mana bu yerda ikki dona das sönküsінің birlashib bo'g'im hosil qiladigan yuzi bor. Buni biz fascia symphysialis deb ataymiz. Mana mishay shu fascia symphysialis. Keyin qaraydigan bo'lsak, mana shu oldi tarafda bir tugunchak bor. Buning ismi tuberculum pubicum. Tuberculum pubicumning qichadilan bir qiri bor. Bu qirning ismi cristea pubica. Linea arcuata deb ilium sönküningki Çigrasi deb bir siziqni ko'rgandik. Ashning davomiy amaliyotda. Mana mushu yani biz pecton osis pubis deb ataymiz. Oldingi slaydlardan deb o'tib ketgandik. Men foramen obturatum deb ataymiz deb. Mana shu foramen obturatumninki üst tarafiga joylashgan miyadagi qirni biz cristea obturatoria deb ataymiz. Unda xo'sa endi biz birlikda ham o'rgangan tuzilishlarimizni hammasini bu rasmning ichida ko'rib baqaylik. Üstlük so'ngak nimati ilium sönküsi, mana ushliq turgan so'ngak nimati pubisdi, yapaloq turgan keyniga joylashgan so'ngak nimati ischiumdi. Mana miyada cristea iliaca bor. Undan keyin ala ozi illi deb qanoti bor. Undan keyin miyada spina iliaca anterior, superior, spina iliaca anterior, inferior. O'xshash shaklda keyin tarafda spina iliaca posterior, superior, spina iliaca posterior, inferior bordi. Undan keyin mana ilium sönkü bilan pubis sönküni ikkisini tutashtirib turadigan miyadagi o'rinni nima deb ataydik? Eminensia ilia pubica deb ataydik. Ismdan lam chiqib turdi. Undan keyin corpus ozi pubis deb boshlanib ketdi. Corpus ozi pubis, ramus superior ozi pubis va ramus inferior ozi pubis deb ikki shaqqa bo'linadi. Undan keyin ikki dona koksik, ya'ni das sönkümizni tutashtirib turadigan may yuzning ismi nimati fascia symphysialisdi. Undan keyin miyadagi to'shikning ismi nimati foramen obturatumdi. Arkadaşlar, foramen obturatumni so'zlagan vaqtda shuni ismimizdan chiqarib qo'ymasligimiz kerak. Foramen obturatumni pubis sönkü bilan ischium sönkü ikki so'ngak tuzib chiqadi. Ilium sönkü bilan aloqasi yo'q bu yerdagi to'shikning. Qaysi ikki so'ngak tuzib chiqadi ekan? Pubis bilan ischium. Iliumning hech bir munosabati yo'q. Buni unutib qolmanglar. Undan keyin shu ilium, pubis
və iskium sönkününki birləşib ketgan o'rnini nima deb ataydiq? Asetabulum deb ataydiq. Bundan əmdi birlikdə biz asetabulumni ko'rib chiqamiz. Asetabulumning mana bu teshidagi qurshab turgan siziqini biz limbus acetabuli deb ataymiz. Ankan o'ttirdi o'ymaye va bu o'ymayening ismi fossa acetabuli. Undan keyin mana bu yerga qarasanglar, bu yerda bir yuz bor. Yot sönkimiz bilan tutuşib turib, bo'g'maslik qildigan mana bu yeshil rangdagi o'sha yuzning ismi facies lunata. Buni biz aysimon yuz deb ataymiz. Ayning shakliga o'xshab ketadi. Şu an facies lunata. Undan keyin asteriq rangdagi bir oyuq bor. Bu oyuqning ismi insura acetabuli. Endi ma rasmga qarasanglar, ilium, iskium va pubislarning acetabulum bilan bo'lgan munosabati, ularning qanday birlashganligi nihoyat go'zal bir shaklda ko'rsatilgan. Buni o'zimiz ko'rib olsak bo'ldi. Darsning eng oxirida dash sönkümüz, ya'ni o'zkoksaninki tuzilishlarining xitoycha, uyg'urcha selishtirmali ismlari qo'yib qo'yildi. Qiziquvchilar foydalangaysizlar, manfaatli bo'lishini tilayman. Shundoq bo'lsa, hurmatli kasbdoshlar, bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi.